2017-yil 8-mart. Camp Nou osmoni ostida Barselona imkonsiz narsaga qo'l urdi. Ular Parijda 4-0 ga yutqazib bo'lishgan edi. Umid so'ngan, stadionga tashrif buyurganlar esa shunchaki vidolashish uchun kelgan edi. Lekin ular unutgan bir narsa bor edi. Bu Barselona edi. 3-daqiqa. Luis Suarezning boshi. To'p darvozada. Xuddi mitti uchqun singari. Lekin olov mana shundan boshlandi. 40-daqiqada Andres Iniesta mo'jiza ko'rsata boshladi. Kurzawa esa o'z jamoasiga xiyonat qildi. Avtogol. Hisob esa 2-0. 50-daqiqa. Neymar yiqildi. Messi esa jazoladi. 3-0. Stadion ishonishni boshladi. Shovqin, umid, hayajon. Lekin 62-daqiqada Cavani bir zarba va tush buzildi. Barselonaga yana 3 ta gol kerak edi. Bu mantiqan imkonsiz edi. Faqat aqldan ozganlargina bunga ishonishi mumkin edi. 88-daqiqa. Neymar jarima zarbasi. To'p go'yo sehrlangan kabi burchakka uchib ketdi. Hisob 4-1. 91-daqiqa. Yana Neymar, yana u. Penalti. Hisob esa 5-1. Endi faqat bitta gol, bir lahza, bir zarba, bir mo'jiza kerak edi. 95-daqiqa. Neymarning jarima maydonchasiga sehrli uzatmasi va Sergio Roberto xuddi taqdirning o'zi uni ko'kka ko'targandek havoga sakradi. U orzular tomon qo'l uzatdi. U tarixni o'zgartirdi. Gol. Camp Nou portladi. Dunyo jim bo'lib qoldi. Futbol qoidalari yana bir bor bekor bo'ldi. Bu tush emas edi. Bu tarix edi. Bu eng katta comeback edi va bu Barselona edi. PSG esa ular bu kechani abadiy unutmaydigan bo'lishdi. Got that summertime sadness.